Jannatga kirganingizda sizni farishtalar kutib olishadi. Siz bilasizmi? Mehmonxonaga borganda xizmatkor sizni qarshi oladi. Xuddi shunday. Jannatda sizni birinchi xizmatkor sifatida farishtalar qarshi olishadi. Ular aytadi: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizga ham, oilangizga ham tinchlik va baraka bo'lsin. Barchangiz xavotir olmang. U yerda amerikalik ohang bo'lmaydi. Men shunchaki misol keltirdim. Lekin ular arab tilida gaplashadi. Jannatdagilar avtomatik tarzda arab tilida gaplashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, Buxoriy hadisida keltirilgan, jannatga kirganingizda siz otangiz Odam alayhissalom kabi bo'lasiz. 60 fut bo'y, 7 fut kenglikda. Har bir kishi Odam alayhissalom qiyofasida bo'ladi. Davud alayhissalomning ovozi haqida. Alloh unga Zaburni nozil qilganida u o'qib tilovat qilardi. U dunyodagi eng go'zal ovoz edi. Alloh Sod surasida aytadi: Alloh taolo Davud alayhissalomga qushlarni ham to'p-to'p qilib bo'ysundirib qo'ygan edi. Ular ham u kishiga qo'shilib Alloh taologa erta-yu kech tasbih aytar edilar. Qushlar yuzlab, minglab bo'lib saf tortib kelishardi. Alloh aytgan. Hatto tog'lar ham uning bilan birga ohang bilan chiroyli ovozda tilovat qilardi. Agar siz uning ovozini eshitgan bo'lsangiz, yuragingiz erib ketardi. Jannatda har bir kishi Davud alayhissalomning ovozidek go'zal ovozga ega bo'ladi va har bir kishi Yusuf alayhissalom kabi go'zallikka ega bo'ladi. Subhanalloh, xavotir olmang. Jannatda nopok narsalar bo'lmaydi. Hech qanday nomunosib aralashuv bo'lmaydi. Har bir erkak o'zining pokiza jufti bilan, har bir ayol esa o'zining pokiza jufti bilan bo'ladi. Yusuf alayhissalom eng go'zal inson edi. Ayollar qo'llarini kesib yuborishganida ham qonni sezmay qolishardi. Dunyoda odam qo'lni kessa, albatta og'riqni his qiladi. Misr ayollari esa Yusuf alayhissalomning husniga shunchalik mahliyo bo'lishdiki, qo'llarini bosh barmoq bilan ko'rsatkich orasidan kesib yuborishdi. Olma kesgandek teri, go'sht va suyakkacha o'tdi. Shunga qaramay, ular og'riqni sezishmadi. Ya'ni jannatda bunday narsa bo'lmaydi. U yerda umuman og'riq yo'q. Siz jannatga kirganingizda farishtalar sizni qarshi oladi. Sizga Yusuf alayhissalomning husni beriladi. Qalbingizdan butun nafrat chiqarib tashlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: har bir kishiga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xulqi beriladi. Shuning uchun jannatda hech kim boshqasiga zarar yetkazmaydi. Hech qanday tashvish bo'lmaydi. Agar kimdir tasodifan nimadir qilsa ham, jannatda hech qanday hodisa bo'lmaydi. U yerda shifoxona yo'q. Shifokor bo'lsangiz ham ish topmaysiz, chunki kasallik yo'q. Advokatlarga ham hojat yo'q, chunki tortishuvlar yo'q. Muhandislarga ham ish yo'q, chunki jannat allaqachon qurib bo'lingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: jannatda hatto burningizdan suyuqlik chiqmaydi. Tongda uyg'onganda burningizni tozalashingiz shart bo'lmaydi. Jannatda chang ham, yomon hid ham bo'lmaydi. Inson surasida aytilgan, jannatda quyosh ham bo'lmaydi, ammo tabiiy nur bo'ladi. Hech kim shamollamaydi, sovuq ham bo'lmaydi. Ba'zan shamol sizni quvontirib esadi. Siz buni his qilasiz va huzur topasiz. Quyosh yuzingizga eng yaxshi darajada nur sochadi. Bu jannatda har kuni. U hech qachon to'xtamaydi, yanada go'zal bo'laveradi. Siz kirganingizda hamma joy pokiza bo'ladi. Hech kim tupurmaydi, hech qanday yomonlik yo'q. Odamlar sizni yomon ko'rmaydi. Ular bu yaxshi inson deb o'ylashadi. Bu juda yomon. Nega bunday qilyapsiz? Sunnatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima deganlar? Masjiddan bo'lsa ham kimning og'zidan yoki burnidan biror narsa chiqib qolsa, siz uni ko'rsangiz albatta tozalash kerak. Chunki subhanalloh, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima deganlar? U zot aytganlar: Alloh menga amallarni ko'rsatdi, eng yaxshi va eng yomon amallarni. Buxoriy hadisi. Shuning uchun bu eng yomon amallardan hisoblanadi. Eng yaxshi amallardan biri yo'ldan odamga zarar qiladigan narsani olib tashlashdir. Eng yomon amallardan biri esa kimningdir balg'ami yoki burnidan chiqqan narsani masjid ichida ko'rib ham uni tozalashni xohlamaslikdir. Bu eng yomon amallardan. Demak, jannatda hech kim tupurmaydi.
Jannatda hojatxona bo'lmaydi. Jannatda siz xotirjam ichasiz, ichimlikdan keyin hojatxona haqida o'ylamaysiz. Dunyoda odamlar ichki ichimlik ichganda keyin chiqindilar bilan muammo bo'ladi, lekin jannatda bunday emas. Siz ichasiz, muammo yo'q. Hech kim hojatxona qidirmaydi. Sahobalar buni eshitib tashvishga tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Siz ichasiz, ovqatlanasiz, sizda 100 kishining quvvati bo'ladi. Bu dunyoda ba'zi odamlar bilan o'tirsangiz, ular ko'p yeydi. Masalan, bitta odam 5 ta tovuq yeydi, siz esa bittasini olasiz, u 4 tasini oladi. Lekin jannatda bunaqa tashvish bo'lmaydi. Ovqat ko'p bo'ladi. Siz xohlagancha yeyishingiz mumkin. Sahobalar qanday bo'ladi deb tashvishlanishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Jannatda ovqatni yesangiz, siz faqat terlaysiz. Ha, terlash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, jannatda odamning teri mushkdek hid chiqaradi. Shunday qilib, siz terlaganingizda bu yoqimli xushbo'y hid bo'ladi. Shuning uchun odamlar sizga yaqinlashishga intiladi. Siz jannatda terlaysiz va teringiz mushkdek bo'ladi. In Jannah, you have your labinatun min dhahab, labinatun min fidda. You have Jannatda siz uchun uylar bo'ladi. Ba'zilari sof oltindan, ba'zilari sof kumushdan, ba'zilari esa olmos, yoqut, zumrad kabi gavhardan bo'ladi. Alloh ba'zilarini aralashtirib ham yaratadi. Bir g'isht oltin, bir g'isht kumush, bir g'isht zumrad, bir g'isht olmos, bir g'isht safirdan, har biri boshqasidan go'zal bo'ladi. Ularning eshiklari nihoyatda ulkan, osmon bilan yer orasidek keng bo'ladi. Ichkariga kirsangiz, bir xona ikkinchisiga, u yana uchinchisiga olib boradi. Har bir xonada 70 ta dasturxon bo'ladi. Har bir dasturxonda 70 xil taom bo'ladi. Har safar meva olsangiz, har xil taom chiqadi. Ba'zida ozgina qoniqmaslik ham bo'ladi, lekin har safar boshqa taomni tatib ko'rasiz. Jannat ahli biroz erkalashadi. Bir meva yeydi, keyin yana xizmatchidan boshqasini ber deydi. Xizmatkorlar juda ko'p bo'ladi. Ular yosh, chiroyli, xushqomat bo'lishadi. Lekin siz ularga buyruq bera olmaysiz. Ular Alloh tomonidan xizmat qilish uchun yaratilgan. Ular sizga ovqat, ichimlik olib keladi, siz xohlagan narsani qilishadi. Ular sizga yana bir meva berishadi, lekin oldingisiga o'xshash ko'rinadi. Siz bu xuddi o'sha meva-ku, boshqa bering deysiz. Ular esa yo'q, tatib ko'ring deydi. Siz tatib ko'rsangiz, avvalgisidan boshqa ta'm chiqadi. Ba'zi mevalar har bir tishlaganda boshqacha ta'm beradi. Xuddi shu meva boshqa ta'mda seziladi. Ba'zi mevalarni esa siz tatib ko'rsangiz, har bir luqma bilan yangi ta'm seziladi. Ular doimo boshqacha. Siz olgan har bir luqma boshqa ta'm beradi. Shunday qilib siz yeysiz. Alloh aytadi. lahmi tayrin mimma yashtahun. Termiziy hadisida kelgan. Jannatda odam o'tirganida yoki yotganida ustidan chiroyli qush uchib o'tadi. Haqiqiy qush. U odam esa dunyoda ko'p yeydigan narsasini eslab qoladi. Masalan, tovuq go'shti bilan kartoshka. Shunda u xohlaydi, koshki bo'lsaydi deb. Hadisda tovuq va kartoshka deyilmagan, lekin odam shuni xohlaydi. Xohlasa, havodan o'sha qush uning oldiga tushadi. Qovurilgan, tayyorlangan, grillda pishirilgan holda. U odam uni olib yeydi, suyaklarini tashlaydi. Suyak yana qush bo'lib ketadi va uchib ketadi. Men bilamanki, ba'zingiz hayron bo'lyapsiz. Jannatda bozor ham bo'ladimi? Ha, Termiziy hadisida kelgan. Jannatda bozorlar bo'ladi. U yerda insonlar uchun go'zal kiyimlar va yanada chiroyli qiyofalar beriladi. Bu dunyoda odamlar yuzini o'zgartirish uchun operatsiyaga muhtoj bo'lishadi. Jannatda esa bunday narsa kerak bo'lmaydi. Alloh bozor orqali ularga go'zallikni yanada ziyoda qiladi.
Siz borasiz va u yerda turli go'zal yuzlarni ko'rasiz. Haqiqiy odamlarning go'zal yuzlari bo'lib, bozorning turli joylarida bo'ladi. Siz o'zingizni shunday xohlaysiz va yuzingiz o'zgaradi. Qiyofangiz o'zgaradi. Siz qaytib xotinlaringiz oldiga kelsangiz, ular sizni tanimay qolishadi. Keyin sizni ko'rib, yugurib kelishadi. Bu bizning erimiz-ku deb. Jannatdagi ayollar yuzlari bundan ham go'zalroq bo'ladi. Ular 70 qatlam kiyim kiyishadi, juda nafis matolardan. Muslim hadisi bo'yicha bu 70 qavat kiyimlarning har biri turlicha go'zallik beradi. Hurlarning erlarga bo'lgan muhabbati shunchalik kuchliki, bu sevgi faqat yurakda emas, balki suyak iligigacha o'tadi. Alloh ularni shunday yaratganki, ular butun vujudlari bilan faqat o'z erlarini ko'radilar, boshqa hech kimga qaramaydilar. Alloh bu cheksiz muhabbatni siz uchun jannatda beradi. Darhaqiqat, hozir siz bu dunyodasiz. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlar, odamning xotini unga gapiradi, ba'zida og'ir gaplar ham aytadi. Siz buni qilmadingiz, uy yig'ishtirmadingiz, siz hech narsani tartibga solmaysiz. Erkaklar bilasiz, bu narsalarni xotinlaringizdan eshitasiz, to'g'rimi? Ha, bosh silkiting. Bu faqat mening xotinimmi shunday qiladigan? Yo'q, tashvish qilmang. Hamma ayollar shunday gaplarni aytadi. U yaxshi inson. Bir kuni u ham bu gaplarni eshitadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar, hadisning ma'nosi er-xotin o'rtasidagi bog'liqlik bu dunyodagina emas, balki jannatda ham davom etadi. Ba'zan men xotinim bilan hazillashaman, unga deyman, xotirjam bo'l, jahlingni qilma, axir jannatda men baribir sen bilan bo'laman. Hozir esa menga norozilik qilyapsan. Xotinim esa, yo'q, bunday demang deydi va kulib yuboradi. Men uni ranjitmaslik uchun ko'proq kuldirishga harakat qilaman. Ayollar esa o'zlarini o'ylab, subhanalloh, bizga jannatda nima beriladi deb so'rashadi. Ularga, ya'ni mu'mina ayollarga Alloh jannatda hurlardan ham go'zalroq go'zallik beradi. Ular eng chiroyli ayollarga aylanadilar.